Agar qizlar tor kiyimda, shimlarda yurishsa, hamma narsalarni ko'rgazma qilishsa, kimga bularni ko'rsatadi? Dugonasigami? Sen qayerga qaragan eding? Hammasini boshidan to'xtating. Keyin bo'lar ish bo'lib, oilangizni sharmanda qilgandan keyin, shunda ham shunchaki o'zingning obro'yingni saqlab qolish uchun nimadir qilasan. U shu holda uydan chiqqanda sening obro'ying yo'qolib bo'lgan edi. O'zingni, singlingni, qizingni va barcha mahramlaringni, ular uchun o'ldirishga tayyor bo'lganlaringni boshidanoq shu hollarda uydan chiqarma. Instagramga chiqib hamma narsalarni ko'rgazma qilishadi. Uchrashishadi, gaplashishadi. O'zing ham xuddi shu ishni qilib, boshqa qizlar bilan ko'rishib yurasan. Keyin o'zingcha kiyimlaringni yirtib, jahlingni ko'rsatasan. Atir sepib olib chiqqanda, hatto hijobda bo'lsa ham, payg'ambarimiz aytganlaridek, u zinokor. Hijobsiz chiqqan bo'lsa, sochini bir qismini, bo'ynini ko'rsatib, uyiga qaytgunicha farishtalar uni la'nat